Obrazlarni yasadim, lekin esda qolmayapti deb o'ylaganmisiz? Sababi oddiy, obraz noto'g'ri tasavvur qilingan. Bugun buni tuzatamiz. Ko'pchilik obrazni ko'zlarini yumib ko'rishga harakat qiladi. Bu keraksiz bo'lgan xatti-harakat yoki obraz juda umumiy bo'ladi. Mashina deydi, lekin qaysi mashina, qanday rang, qaysi tomonga qarab turibdi, noma'lum. Miya umumiy obrazlarni yomon saqlaydi. Aniq obrazlarni yaxshi, to'g'ri tasavvur qilish qoidasi. Birinchi qoida: ko'zlar doim ochiq. Obraz ko'z oldingizda taxminan bir qo'l uzunligida katta tarvuzdek hajmda turadi. Xuddi 3D televizordagi kabi. Siz qo'lingizni cho'zib, uni ushlab olishingiz mumkin. Ikkinchi qoida: obraz aniq bo'lsin. Yaxshi obraz uchun o'zingizga 3 savol bering. Birinchi, uni umumiy chiziqlarda chiza olasizmi? Ikkinchi, asosiy qismlarini nomlashingiz mumkinmi? Uchinchi, asosiy ranglarini ayta olasizmi? Agar uchala savolga ha desangiz, obraz to'g'ri. Masalan, choynak obrazi. Ko'zingizni oching. Choynak ko'z oldingizda, bir qo'l uzunligida, katta tarvuzdek. Qaysi tomonga qaragan? Dastasi o'ngdami yoki chapda? Rangi qanday? 6 soniya shu obrazga qarang. Ko'rdingizmi? Bu to'g'ri obraz. Endi miya uni saqlaydi. Esda tuting. Ko'zlar ochiq, bir qo'l uzunligida, tarvuzdek hajmda. Chiza olasizmi? Nomlashingiz mumkinmi? Rangini ayta olasizmi? Agar ha, obraz tayyor. Tibbiyotda ham xuddi shunday. Masalan, Gastronemikus mushagini olsak, ikki boshli boldir mushagi. Bunga biz qozon obrazini oldik. Ko'z oldingizda aniq qozon. Qaysi rang? Qanday hajm? Tutqichi bormi? Bog'lanyaptimi? 6 soniya qarang. Ana shu to'g'ri kodlash. Umumiy qozon emas, o'zingiz ko'rgan, bilgan, his qilgan aniq qozon. Masalan, oshxonangizdagi qozon eng yaxshi obraz. Keyingi videoda obrazlarni bir-biriga qanday bog'lash, ya'ni assotsiatsiya hosil qilish haqida to'liq ma'lumot beraman. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling. Mnemomedic xotira tizimi.